Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi jonli efirda. Studiyada men Sadiya To'ychiyeva. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, barchangizga sihat, salomatlik tilagan holda biz dasturimizni boshlaymiz. Bugun biz buyrak saratoni haqida gaplashamiz. Erkaklar va ayollarda ham kuzatilishi mumkin bo'lgan bu kasallik eng ko'p tarqalgan xavfli o'simtalar 10 taligidan o'rin olgan. Xo'sh, ushbu xastalikning sabablari nimada? Belgilari qanday? Turmush tarzimizdagi qaysi xatolarning to'lovi qimmat? Bugun tajribali onkolog professor Maqsud Mallayev boshchiligidagi Dr. Mallayev klinikasi onkologlari bilan birga ushbu savollarga javob olamiz. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik. Marhamat, o'z o'rningizni egallasangiz bo'ladi. Bugungi ko'rsatuvimiz ekspertlari Dr. Mallayev klinikasining yetakchi mutaxassislari, tibbiyot fanlari doktori, professor Maqsud Mallayev, oliy toifali onkojarroh, laparoskopist Abdulhamid Rahmonov, oliy toifali shifokor kardioonkolog, intervension kardiolog Zahriddin Teshayev, Jamshid Narziqulov, onkourolog, androlog. Azizlar, Xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz va eslatib o'taman, biz jonli efirdamiz. Albatta, imkoniyatdan foydalanib ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, mavzu bo'yicha o'zingizni qiziqtirgan barcha savollarga javob olsangiz bo'ladi. Qolaversa, Telegramda ham chatbot ishlab turibdi. Biz esa suhbatni boshlaymiz va bizning ilk suhbatdoshimiz tibbiyot fanlari doktori, professor, shifokor onkolog Maqsud Mallayev. Maqsud aka, assalomu alaykum. Yuqorida statistikani ham keltirib o'tdik. U aynan onkologik xastaliklar orasida 10 talikka kirar ekan. O'zi bu xastalikning kelib chiqish sabablari nimada? Avvalambor assalomu alaykum. Buyrak saratoni ayollar va erkaklarda uchrash jihatdan, ya'ni statistik ma'lumotni berishim uchun 7 va 8 o'rinlarda har doim bir-birini joyini almashtirib keladi. Ya'ni bu har yilgi statistikada har doim har xil o'rinda keladi. Lekin haqiqatdan aytganingiz to'g'ri, o'sha eng ko'p uchraydigan onkologik kasalliklarning birlamchi 10 taligiga kiradi. Avvalambor bizdagi hozirgi bu kasallik haqidagi ma'lumotni berishdan oldin men planni aytmoqchiman. Qanaqa bizda hozirgi o'zimizni ma'lumot berish, ya'ni xalqimizga o'sha onko ehtiyotkorligini oshirish maqsadida o'tkazilayotgan ma'lumotlarni ketma-ketligida birinchi, agar ruxsat bersangiz, o'sha kelib chiqish sabablari va undan keyin qanaqa belgilari bor va oxirida zamonaviy eng oxirgi davolash usullari, hattoki 4-bosqichda ham hozirgi paytda dunyoda mavjud bo'lgan va O'zbekistonda mavjud bo'lgan davolash usullarining qiyosiy tahlilini qilsak, menimcha to'g'ri ish bo'ladi. Endi aynan o'sha buyrak saratoni nima va bu buyrak saratonining belgilari qanday? Buyrak saratoni aynan o'sha buyrakni ichida joylashgan qo'shimcha to'qima deb olishimiz mumkin. Faqat saraton so'zini biz avvalgi ko'rsatuvlarimizda ma'lumot berganmiz. Buyrakning ichida bo'lishi mumkin ham yaxshi sifatli o'smalar va yomon sifatli o'smalar. Ya'ni yaxshi sifatli o'smalar bu atrofga tarqalmaydi, ya'ni funksiyani, o'sha organning funksiyasini buzmaydi. Odamzod bilan birgalikda yashab yuraveradigan, xalaqit bermaydigan o'smalar. Demak, yillar davomida ham uni sezmaslik mumkin. Sezmasligimiz mumkin. Ba'zi bir yaxshi sifatli o'smalar ma'lum bir muddatdan keyin yomon sifatli o'smalarga o'tishga nima deyiladi? Moyilroq bo'ladi. Va yomon sifatli o'smalar. Buyrakda ikki xil histologik tipdagi yomon sifatli o'smalar mavjud. Bu birinchisi buyrak hujayrali saraton. Bu pashti deyarli 90% dan oshiqroq holatlarda buyrakning o'zining hujayrasidan kelib chiqqan buyrak hujayrali saraton uchraydi. Va ikkinchi uchraydigan narsamiz bizda o'tuvchi hujayrali deymiz yoki uretelial deymiz, kanser, ya'ni saraton uchraydi. Bu aynan buyrak jomi va buyrakdan chiqib ketuvchi kanal, mochatoshnik deymiz, kanaldan paydo bo'lgan o'smalar. Ya'ni ikki xil turi bor asosan.
1-2% holatlarda buyrakning o'zida paydo bo'ladigan yumshoq to'qima sarkomalari uchrashi mumkin. Bu biriktiruvchi to'qimadan paydo bo'ladi yoki o'sha bo'lib septalar deymiz, o'sha devorlardan paydo bo'ladigan sarkomalar kuzatilishi mumkin. Birinchi belgisi qanaqa kuzatiladi? Ya'ni hamma o'ylaydi, menda hozir biz bilan aynan suhbatlashayotgan yoki biz bilan ko'rib kuzatib borayotgan tomoshabinlar menda buyrak saratoni bormikin degan birinchi xayoliga keladi. Buning birinchi belgisi nima? Siydikda qon izlari yoki qon nima deydi qismlarining paydo bo'lishi. Ba'zida qizil qon bo'ladi, haqiqatan siydikning qizil rangda bo'lishi yoki qon laxtalarining har xil shakllarining kuzatilishi. Jigarga o'xshagan. Shunga jigarsimon deymiz yoki oddiyroq xalq tilida aytadigan bo'lsak. Ikkinchisi, aynan o'sha chap yoki o'ng buyrak joylashuv joyini deyarli hamma biladi. O'sha joyda qo'l bilan paypaslaganda qanaqadir shishning kuzatilishi. Buni odamzod o'zi sezishi mumkin. Agar odam o'zining tanasini eshitishni bilsa, bu narsani ortiqcha nimadir seziladi. Ya'ni ikkita biqin deylik bizlarda oddiyroq tilda, ikkita biqindagi, ya'ni qaysi buyrakda paydo bo'lishiga qarab, o'shanda sezilishlar paydo bo'lishi mumkin. Va uchinchi eng katta belgisi bu beldagi tushunarsiz og'riqlar. Odatda beldagi nevrologik og'riq bilan o'smaning hisobiga kelib chiqqan og'riqni bizlar hozir ajratib beraylik tomoshabinlarga. Yaxshi bo'lardi. Nevrologik og'riqlar odatda harakatda yoki biror nima deymiz, mehnat jarayonida nevrologik og'riqlar belgi beradi. Yoki bo'lmasam sport bilan shug'ullangan davrda ham to'g'ri. Ya'ni fizik holatlarda deylik, o'shanda og'riq beradi. O'smaning og'riqlari odatda tinch holatda, tana qimillamay turgan holatda og'riq kuchayadi. Shu ikkita narsani har doim ajratib olishimiz kerak. Lekin har doim ham tinch holatda og'riq kuchaysa, menda saraton bor ekan degan biz xalqimizga qanaqadir vahimani berib qo'ymaylik. Ba'zi nevrologik holatlarning ma'lum bir o'tib ketgan periodlarda harakatsiz holatda ham og'riq kuzatilishi mumkin. Lekin biz hozir faqat signallarni aytdik. Qachonki shunaqa signallar bor bo'lsa, darrov shifokorga bitta murojaat qilib, ham o'zi uchun, ham o'sha nima edi kasallikni aniqlash uchun bir tekshiruvdan o'tishni tavsiya qilamiz. Rahmat. Endi keling buyrak saratonining bosqichlari va uning turlariga ham to'xtalib o'tsak. Shu haqda ham ma'lumot bersangiz bizga. Ruxsat bersangiz, onkourologimiz Jamshid aka bu haqda ma'lumot bersalar. Assalomu alaykum. Buyrak saratonining bosqichlari va turlari. Bu ikkalasi ikki xil mavzu. Bosqichlariga keladigan bo'lsak, bu buyrak saratonining 4 ta bosqichlari bor. Turiga keladigan bo'lsak, turi bu asosan ustozimiz aytgandek gistologik turi, ya'ni qanaqa saraton ekanligi, hujayraviy turi. Buni gistologiyada biz aniqlaymiz. Bosqichlari 4 ta bosqichlari bor. Birinchi bosqichida bu buyrakning o'zida hosil bo'lgan saraton hisoblanadi. Ya'ni buyrak kapsulasidan deymiz, ya'ni buyrakdan tashqariga chiqmagan, ya'ni 7 santimetrdan katta bo'lmagan standarti bo'yicha 7 santimetrdan katta bo'lmagan holatlarda faqat buyrakning ichida joylashganda bu birinchi bosqich hisoblanadi. Ikkinchi bosqichda ham xuddi shunday buyrak kapsulasidan tashqariga chiqmagan hosilalar, lekin razmer jihatdan 7 santimetrdan va undan oshiq bo'lgan hosilalarga aytiladi ikkinchi bosqichi. Uchinchi bosqichga keladigan bo'lsak, uchinchi bosqichi bu buyrakning kapsulasini buzib, butunligini buzib tashqariga chiqqan va atrofidagi limfa tugunlariga yoki katta qon tomirlariga, venalarga o'sib kirgan holatlarda uchinchi bosqich deyiladi. Uchinchi bosqichda faqat uzoq metastazlik o'choqlar bo'lmaydi. Demak, monitorda ham hozir ko'ryapmiz. Mana uchinchi bosqichda shunday yavni ko'rinib turibdi. Buyrakdan tashqariga chiqqan va yonidagi atrof limfalarga o'tgan hisoblanadi. To'rtinchi bosqichi bu atrof to'qimalarga o'tgan, buyrakdan tashqariga chiqqan va uzoq metastazlar bergan, ya'ni suyakda, o'pkada, hattoki bosh miyaga metastaz bergan holatlari bu to'rtinchi bosqich hisoblanadi. Hatto miyaga ham beradi. Tushunarli. Keling endi uni aynan aniqlash, ya'ni tekshirish usullariga ham to'xtalib o'tsak, aynan qanday tekshiruvlardan o'tish kerakki, buni aniqlash uchun, aynan buyrak saratoni bormi yoki yo'q ekanini aniqlash uchun.
buyrak saratonida umuman saratonlarning standart, umuman onkologiyada standart tekshiruv usullari bilan birga organlarda joylashgan o'smalarga ko'ra aynan spesifik tekshiruv usullari qo'llaniladi. Butun onkologik jarayonlarni davolash va uni diagnostika qilish jarayonlari deyarli standartga tushib bo'lgan. Ya'ni bizda organizm bir butun. Bir butun bo'lgandan keyin biz faqat organ haqida qiziqmaymiz. Aynan hozir aytganingizdek, bosh miyani ham ko'ramiz, ba'zida oyoqlarni ko'ramiz, suyaklarni, o'pkalarni hammasi tekshiriladi. Buyrak saratonni tashxislash ketma-ketligi bo'yicha aynan oldin kichik o'sha tashxislashlar, qon umumiy tahlili, sidik analizlar va boshqalardan tashqari birinchi bosqich, tekshiruvni birinchi bosqich. har qanday bosqichida eng yengil va eng arzon va noinvaziv deymiz. Ya'ni invaziya so'zi bu teringa zarar bermasdan, terini teshmasdan degan so'zda aytsak bo'ladi. Noinvaziv usuli bu ultratovush tekshiruvi. Unda hamma aniqlasa bo'ladi. Ultratovush tekshiruvi bu 99% aniqlik bilan buyrakdagi ortiqcha to'qimani ko'rsatib beradi. Men saraton so'zini ishlatmayapman. Ortiqcha to'qimani ko'rsatib beradi. Saraton ekanini aniqlash uchun yana endi chuqurroq tekshiruvga o'tiladi. Agar har qanday o'sha uzoq qishloqlarda ham yoki markaziy shaharlarda ham qayerga borganingizda ham hozir ultratovush tekshiruvi eng imkoniyati bor. Buyrakni tekshirganda qon analiz, sidik analizdan tashqari ultratovush tekshiruvini qilib bo'ldingizmi, buyrak haqida 99% ma'lumotni olib bo'ldingiz. Qolgani endi maxsus tor doiradagi yo'nalishlar bo'yicha tekshiruv davom etadi. Olaylik, buyrakda sidik analiz, qon analiz toza, buyrakni tekshirganimizda ultratovushda qo'shimcha to'qima paydo bo'ldi. Bor ekan. Undan keyin qanday tekshiruv o'tkaziladi? Qo'shimcha to'qima paydo bo'lgandan keyin o'zi boshqa yo'nalishdagi aynan ultratovush yoki boshqa urologlarimiz onkologga yo'naltiradi bemorni. Bu yo'naltirganda onkolog ko'radi va bu yerda oxirgi tashxisni buyrakdan olingan biopsiya hal qiladi. Endi ba'zi bir onkologlarning o'rtasida ham tortishuv bor. Ba'zi bir onko-urologlarimiz aytishadiki, buyrakdagi o'sma bormi, buyrakni to'liq olib tashlash kerak bo'ldi. Ba'zi bir aytadi, yo'q, buyrakdan oldin biopsiya olishimiz kerak, aniq onkologiya tasdiqlangandan keyingina keyingi taktikani tanlashimiz kerak deyishadi. Endi bu tortishuvlarni men o'rtasiga qolishni xohlamayman. Ikkalasi ham o'ziga yarasha to'g'ri. Uchinchi ishimiz nima? Uchinchi ishimiz aynan buyrak eng ko'p metastaz beradigan zonalarni aniqlash. Bu yerda bizda PET tekshiruvi tavsiya qilinadi. Lekin PET tekshiruvining aynan buyrak saratonidagi kamchiligi bor. Boshqa har doim PET deymizda aynan kamchiliklarni sanamaymiz. PET tekshiruvi bosh miya va siydik tufagidagi o'smalarni ko'rsatishda anchagina ta'sirchanligi past. Hattoki 25-30% deyishi mumkin. MRT 90% dan yuqori ma'lumot bersa bosh miya haqida. PET bosh miya haqida 25-30% ma'lumot beradi. Bosh miya haqida. Siydik tufagidagi o'smalar haqida oddiy MRT 90% dan yuqori ma'lumot bersa, PET 25-30% ma'lumot beradi. Nima uchun buyrakdan siydik tufagi bizga tekshirishimiz kerak? Ba'zida implantatsion metastazlar keladi. Implantatsion degani ko'chib yuruvchi ajralib chiqqan hujayra biror joyga borib o'tiradi va o'sha joyda o'sishda davom etadi. Keyin ham nima tekshiruvlar qilinadi? Eng ko'p buyrak saratoni beriladigan, metastaz beradigan suyaklarga beradi. Ya'ni suyak stensografiyasi deymiz. Ma'lum bir kontrast orqali suyakdagi metastazlar borligi aniqlanadi. Bu chuqur tekshiruvlarga kiradi. Ba'zida bemorlar keladi, men palonchi doktorga bordim, UZIda diagnoz qo'yib berdi. Sizlar shuncha tekshiruvdan keyin ham oxirida biror xulosa aytmayapsizlar degan ba'zida nima edi, savollar berib qolishadi. Bu juda muhim. Bosqichni aniqlamasdan turib qilingan har qanday davolash taktikasi bu davolashning natijasini 50% ga pasaytirib beradi. Shubhasiz, to'g'ri aytdingiz. Biz hali bu haqda bu suhbatimizni davom ettiramiz.
Jonli efirda xasta bo'lmang dasturi davom etadi azizlar. Mutaxassislar qatori yanada kengaydi. Abdulhamid Rahmonov, oliy toifali onkojarroh, laparoskopist. Xush kelibsiz. Sizni ham studiyada ko'rganimizdan juda ham xursandmiz, ammo boyagi mavzuni endi davom ettirib qo'yamiz, tugatib qo'yamiz. Tekshiruvlar qilib bo'lingandan keyin gapimni o'sha joydan davom ettiraman, ruxsat bersangiz. Tekshiruvlar qilib bo'lingandan keyin, tashxis qo'yilgandan keyin biz taktikani tanlaymiz. Agar o'sma buyrakdan tashqariga o'sib chiqmagan bo'lsa va buyrakning ma'lum bir qismini saqlab qolish imkoniyati bo'lsa, odatda organ saqlovchi operatsiyalar tavsiya qilinadi. Agar mabodo buyrakning aynan asosiy mag'iz qismiga o'sgan yoki jomiga o'sib ketgan holatlar bo'ladigan bo'lsa, unda bizlarda organni saqlab qolish imkoniyati bo'lmaydi. Suyakka metastaz beradi, o'pkaga yoki bosh miyaga, umuman uzoq metastazlar bor bo'ladigan bo'lsa, operatsiya qilinish tavsiya beriladi. Qachonki qon ketsa, kuchli og'riq bersa yoki parchalanish belgilari bo'lsa, bizlar уже operatsiyaga tavsiya qilamiz. Bo'lmasa, immunoterapiya va target terapiya bilan buyrak saratonini oldin kichiklashtirish va operatsiyaga tayyorgarlik jarayonlari o'tadi. Tushunarli. Rahmat javob uchun. Menimcha to'liq javob oldik bu savolga. Endi muxlislardan ham kelgan savollar bor ekan. Tasodifan tekshiruvlarda dadamning buyraklarida kichik o'lchamda o'sma aniqlandi. U saraton o'smasi bo'lishi mumkinmi? Nima qilishimiz kerak o'zi? Juda xavotirdamiz deb so'rabdilar. Kim javob bera oladi? Avvalambor tekshiruv o'tkazib, ultrazvuk tekshiruvi o'sha eng standart bo'yicha bizga yaxshi ma'lumot beradigan. UZI tekshiruvidan keyin agar hajmi, ya'ni razmer jihatdan kichkina bo'ladigan bo'lsa, undan biopsiya olib, histologik turini aniqlab olish kerak. Shundan so'ng davo taktikasi shunga qarab ketadi. Tushunarli. Rahmat javob uchun. Azizlar, biz suhbatimizni davom ettiramiz, ammo undan avval bizda qisqa reklama. Saratonni aniq tashxislash, davolash va oldini olish uchun zamonaviy, yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan ishonchli klinika qidiryapsizmi? Dr. Mallayev klinikasi poytaxtimizdagi zamonaviy onkologik markaz bo'lib, klinika nomi oliy toifali shifokor Muhammad Mallayev xotirasiga qo'yilgan. Klinikada har bir bemor chuqur tekshiruvdan o'tkazilib, individual dastur asosida davolanadi. Zamonaviy uskunalar va ilg'or davolash usullari esa yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Klinikada ximiyoterapiya, immunoterapiya, target terapiya kabi zamonaviy davolash usullari qo'llaniladi. Palliativ yordam va reanimatsiya xizmatlari orqali uzluksiz va kompleks tibbiy yordam ko'rsatiladi. Markazda yuqori malakali jarrohlar jamoasi, chet elda orttirilgan tajriba va zamonaviy yondashuv asosida, hatto murakkab onkologik holatlarda ham samarali natijalarga erishib, yuqori davolash ko'rsatkichlarini namoyon etmoqda. Malakali onkologlar jamoasi, yuqori texnologiyalar va jahon standartlariga mos davo taktikasini aynan shu manzildan topasiz. To'g'ri qarorni bugunoq qabul qiling. Xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz azizlar. Eslatib o'taman, Telegramda ham bizda chatbot ishlab turibdi. U yerga ham o'z savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Maqsadga keling, endi aynan davolash usullariga to'xtalsak, davolash mana bemorda buyrak saratoni aniqlandi. Birinchi davolash taktikasi nimadan iborat bo'ladi? Aytishadiki, o'zi aynan kimyoterapiya bu borada birinchi o'rinda turadi, yordam berish bo'yicha deyishadi va u o'zi operatsiyadan oldin qilinadimi, keyin qilinadimi? Shu haqda ham bizga ma'lumot berib o'tsangiz. Uning davo ta'siri haqida. Biroz oldin qisqacha ma'lumot berdik, aynan o'sha bosqichlar bo'yicha. Davolash har doim bu har bitta bemor uchun individual davolash programmasi asosida olib boriladi. Har qanday o'sha onkologik jamoaning eng katta o'ziga nima deydi, nyuansi deylik, eng katta. Chunki har bir bemorning boshqa xastaliklari ham, boshqa kasalliklari ham bo'lishi mumkin. Xuddi shundan kelib chiqadi. Har bir kasalning o'zining individual organizmi bor, qo'shimcha kasalligi, yoshi. Undan tashqari aynan kasallikning, aynan buyrak saratoni agar tasdiqlangan bo'lsa, kasallikning bosqichi va bosqichidan tashqari asorati degan narsalar bor. Ba'zi odamlarda 4-bosqichdagi buyrak saratoni murojaat qiladi, lekin siydikdan qon ketmaydi. Gemoglobin
100 dan yuqori turadi. Ba'zilarda birinchi bosqichdagi buyrak saratoni keladi, gemoglobin 35-40 bilan bizga murojaat qilishadi. Ya'ni har bitta davolash taktikasi bu individual komanda bilan, aynan o'sha onko jamoa bilan kelishgan holatda bu bitta odamga programma tuziladi. Endi standartlar haqida gapirib beraman. Buyrak saratonining erta bosqichlarida odatda operatsiya bu zolotoy standart deymiz. Bu oltin standart. Bu qaytanga yaxshi. Operatsiyadan keyin buyrak saratonining yashovchanligi 15 yildan yuqori. Ya'ni bizda onkologiyada buyrak saratoni bilan kasallangan bemorlar mabodo murojaat qilsa qo'rqmaymiz, sababi bizda prognoz juda ham yaxshi. Ba'zida shunaqa organlardagi saratonlar bo'ladi, biz ularda уже qanaqadir bar ichimizdan achinish tuyg'usi bo'ladi. Bilamizki, prognozi unaqa yuqori emas, erta bosqich bo'lgan taqdirda ham. Lekin bu holatda biz har qanday bosqichda bemalol o'zimizga ishonch bilan gapira olamiz va o'zimiz kasallik ko'rganimizda ham achinmaymiz. Sababi davosi bor kasallik. Birinchi va ikkinchi bosqichlarda avvalambor operativ davo bu oltin standart va yashovchanlik haqiqatdan ham juda yuqori. Uchinchi va to'rtinchi bosqichda aynan mana shu joyda jamoaviy xulosa ko'p narsani hal qiladi. Ya'ni mana ekranda ko'rinib turibdi, birinchi va ikkinchi bosqichi aniq ko'rinib turibdi. Bu yerda uzoq metastaz yo'q. O'sma organning o'zida joylashgan, ya'ni kapsuladan tashqariga chiqqani yo'q. Aynan bunda agar imkoniyat bo'lsa, organni saqlab qolib, buyrakning ma'lum 3dan 1 qismi, 3dan 2 qismi ba'zida olingan holatda saqlab qolib qoldirishimiz mumkin. Ba'zi holatlarda buyrakni to'liq olishimiz mumkin. Bu oltin standart. Endi 3 va 4 bosqichda bu yerda faqat buyrakning o'zini ko'rsatyapti. Bu yerda yonida limfa tugunlar va shu bilan birga e'tibor bersangiz, 3-bosqichda pastki kovak venaning ichiga qarab o'sma o'sib o'tgan. Bu degani pastki kovak vena trombozi, hattoki yurakning 10 qorinchasigacha o'sma o'sib keladi. Yurakning ichigacha o'sib keladi. Bunaqa holatda ham biz operatsiya qilamiz. Qon tomir jarrohi bilan yurakning oldigacha ochib, aynan o'sha qon tomirning ichini tozalab, buyrak bilan qo'shib olib tashlanadi. Yana savol beradi. Mana ikkita buyuragim bor, bittasini olib tashlasalar, men yashab qanday yashayman? Mana hayot tarzim qanaqa degan savol beriladi. Organizmga bitta buyrak, aynan o'sha buyrak saratoni 50 yoshdan yuqorida odatda kuzatiladi, keyingi 50 yil uchun yetadi. Ya'ni bir dona buyrak bemalol organizmni tozalashga endi baribir hayot sifati o'zgaradi-ku, to'g'rimi? Hayot sifatida deyarli farq qilmaydi, faqat endi o'sha yeyish, ichish, ozgina tuzli narsalar yoki qanaqadir ortiqcha ichimliklarni ichishni dieta orqali kontrol qilinsa, lekin hayotdagi sifat cheklamasdan shunchaki vaqti bilan dam olib turish kerak. Shunaqa. Zararli taom. Endi 4-bosqich haqida gaplashamiz. 4-bosqichda men urologga bordim. Onko-urolog demayapman. Urologga bordim. 4-bosqich ekan, meni buyuragimni olib tashlashni tavsiya qildi. 4-bosqichida aynan mana shu narsani men aynan o'zimizni doktorlarga ham, o'zimizni shogirdlarga ham va xalqimizga aytmoqchiman. 4-bosqichda uzoq metastaz bor degani. Suyakda, o'pkada yoki boshqa joyda metastaz bor. Bu holatda buyrakni olib tashlash biror narsani hal qilib bermaydi. Lekin operatsiyaga ko'rsatma bo'ladigan belgilar bor. Birinchisi nima? Keling shu belgilar haqida suhbatdan so'ng, ya'ni bizda qo'ng'iroq bor. Shu qo'ng'iroq egasiga savollarga javob beramiz, undan so'ng davom etamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. O'zingizni tanishtiring, marhamat, va savolingizni yo'llang. Men Xorazmdanman. Yoshim 50da, ismim Bobojanova Farog'at. Shu 6 oy bo'ldi. Menda shamollash qayta keladi edi. Yuragimda bir yog'ida og'riq sira ketmaydi edi. Mazi bir og'riq. Borib ko'rikda o'ssam, yumurtaga tushsam, bir yog'ida 20% kichrayish bor dedi. Shunga endi bu mutaxassislardan nollara e'tibor etishim kerak. Saraton olib kelmaymi? Hozir doktorlar yaqindan 2 oydan keyin 2 oy bo'ldi, yana ko'rikdan o'tib keldim. Menga polisorub bilan nefrolizni yozib berdilar. Infeksiya kelmasin, buyraklaringizda ichib yuringda. Hozircha analizlarim yaxshi, xudoga shukr. Mutaxassislar endi nelarni oljaga maslahatlarini. Hurmatli shifokorlar, tushundingizmi savollarni yoki qo'shimcha so'rab oladigan narsalaringiz? Bizlar efir davomida javob beramiz. Demak, savolingizni tushundik. Rahmat. Efirimizni tomosha qilishda davom eting va ko'rsatuv davomida siz albatta o'z savolingizga javob olasiz. Rahmat. Savol uchun.
aynan o'sha muxlisimizga aytmoqchiman, hozir bizni boshlagan mavzumizni tugataylikda, undan keyin sizga javob berganimiz to'g'ri bo'ladi, чтобы mavzu ketma-ketligi buzilmaydi. 4-bosqichning agar buyrakdan qon ketadigan bo'lsa, ya'ni siylikda doimiy qon, to'xtovsiz gemoglobinning pastga tushib ketishi va kuchli holsizlik bilan kelinsa, buyrak olib tashlashga ko'rsatma bo'ladi. Yoki bo'lmasam kuchli og'riq yoki aynan qorin bo'shlig'ida buyrak parenximasidan o'sma yorib chiqib, qorin bo'shlig'i peritonitlari beradigan bo'lsa, unda buyrakni olib tashlab, keyin immuna va target terapiyani qilishga ko'rsatma bo'ladi. Ruxsat bersangiz, aynan o'sha muxlisimizni javobiga ham, savoliga ham bitta javob bersam. Opa, buyrakning kichiklashishi, buyrakning qurib borishi degan terminlar bu aynan bizda nima deymiz, xalq ichidagi terminlar. Biz tibbiyot nuqtai nazaridan bu terminlarning o'zini bir 10dan ortiq diagnozlarga, aynan tashxislarga bo'lib boramiz. Bunda qiladigan ishimiz nima? Bizning chat-botimizga siz butun ma'lumotlaringizni yuborasiz. Sizga onlayn mana shu efirdan foydalanib sizga aytaman, onlayn butun bizning vrachlarimiz, komandamiz sizga butun ma'lumotni beradi va siz olayotgan davo muolajangiz to'g'rimi, yo'qmi? Ya'ni buni baholash uchun ham biz ikkinchi fikr berishga haqqimiz bor. Ikkinchi fikrni beramiz va undan tashqari sizda onkologik holatmi bu yoki oddiy urologik yoki nefrologik holatmi? Uni ham ikkinchi fikr sifatida aytib berishimiz mumkin. Bizni tomosha qilishda davom etsangiz, ko'rsatuv davomida va oxirida aynan shu kasalliklarga ham qisqacha to'xtalib o'tamiz. Endi qarang, Maqsud aka, hozir bizni efirimizni tomosha qilib o'tirgan teletomoshabinlar endi buyrakligida qandaydir o'zgarish bo'lsa yoki og'riqlar paydo bo'lsa, darrov bu saratonmikin degan xavotirga tushib qolishi tabiiy, moyilligi kuchayadi. Va ko'pchilikda endi tosh ham bo'ladi. Keling, shu savolga ham aniqlik kiritib ketsak, ya'ni tosh ham, buyrakdagi toshlar ham aynan saratonga sabab bo'lishi mumkinmi yoki buyrak toshlari bu yot jism hisoblanadi. Ya'ni bizlardagi saraton o'zimizning to'qimamizning bizning organizmga isyon qilgan holatda o'sha to'qimadan yoki kontroldan chiqqan holati. Tosh bu nima deymiz bizlar? Bu yot jism. Bu har xil o'sha moddalar almashinuvining buzilishi holatida paydo bo'ladigan jarayon. Tosh, buyrak toshlari saratonga olib kelish ehtimolligi 0,1%. 1% emas, 0,1%. Tosh, mani buyuragimda tosh bor ekan, menda rak bo'lib qoladi degan narsa bu xato narsa. Tosh uchun alohida bizda urologlarimiz shug'ullanishadi va bu bo'yicha agar kerak bo'lsa alohida yana bir mavzu bilan tashkil qilamiz. Chunki hozirgi bizga berilgan vaqt buyrak saratoni uchun hatto yetmaydi. To'g'ri. O'shaning uchun shu temada davom ettirganimiz ma'qul deb o'ylayman. Abdulhamid aka, sizdan so'ramoqchiman, aynan kimyoterapiya o'zi jarrohlik amaliyotidan avval kimyoterapiya tavsiya etiladi bemorlarga. Uning qanday yordami bor? Agar bemorga kimyoterapevtlarimiz aytganday, birinchi, ikkinchi bosqichda bo'lsa, bu to'g'ridan to'g'ri amaliyotga ko'rsatma hisoblanadi. Kimyoterapiya qilib ortiqcha vaqtini ushlab bemorni holatini yomonlashga yoki boshqa bir sabablar xalaqit qilgandan ko'ra, undan ko'ra buyrakni olib tashlab yoki o'sha o'sma joylashgan joyini olib buyrakni qoldirgan holatda olib tashlagan ma'qul. Kimyoterapiya bu 3-4-bosqichda qilib, kimyoterapiyadan keyin operatsiya qilsa, amaliyot bajarilsa bu to'g'ri bo'ladi. Uzoq metastazlar, atrofdagi limfa tugunlar, qo'shni organlarga yopishishi, o'sib boshqa organlarga, buyrakni bilamiz, oldida qo'shni organlari bor, buyrak usti bezi, u joylarga o'tishini oldini olib, o'smani kichiklashtirib, har xil asorat berishini oldini olib, undan keyin amaliyot bajariladi. Buni buyrak saratonining bosqichi juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Rahmat javob uchun. Endi bitta qo'shimcha qiling. Buyrak saratonida kimyoterapiya hech qachon hech qayerda o'tkazilmaydi. Buni bilib olinglar, mana shu narsani. Agar buyrak saratoni menda aniqlanibdi va bu yerda kimyoterapiya o'tkazilish tavsiya qilindi desa, demak bu yerda qanaqadir ikkinchi yoki uchinchi fikrni olishga ko'rsatma bor. Buyrak saratonida aytganimdek, buyrak hujayrali saratonda 90% holatda uchraydi buyrakda.
bunda faqat immunoterapiya va aqlli dori yoki target terapiya ishlaydi. Kimyoterapiya bu yerda hech qachon ishlamaydi. Lekin buyrakda mana 7-8% holatlarda uchraydigan uretelial saraton aniqlansa, unda bu yerda kimyoterapiya qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni kimyoterapiya so'zini ham demaydi, ma'nosi yoki anaqasi juda keng. Ko'lami keng. Tushunarli. Endi bizning studiyamizda kardio onkologimiz ham bor. Zahriddin aka, sizdan so'ramoqchiman, aynan mana xos kimyoterapiya, target terapiya haqida gaplashyapmiz. Ularni o'zi mana yurakka qanday salbiy ta'sir bor yoki bormi? Va bundan tashqari, aynan yuragida xastaligi bor insonlarni davolayotganda qanday choralar qo'llaniladi? Alohida ularga belgilanadimi davolash usullari? Bizga ma'lumki, onkologik bemorlarni davolashda aytib o'tganingizdek, kimyoterapiya, nur terapiya, target terapiya, immunoterapiya kabi va operativ amaliyotlardan foydalaniladi. Darhaqiqat bu terapiyalarni barchasini qaysidir ma'noda yurakka kardiotoksik ta'siri bor. Misol uchun aytadigan bo'lsak, agar kimyoterapiyada qo'llaniladigan antrasiklinlar gruppasi bor. Bu guruh vositalari o'sha yurakda kardiomiopatiyalar, ya'ni yurakni kengayib ketishiga sabab bo'ladigan oqibatlarga sabab bo'ladi. Immunoterapiyalar esa agar perikarditlar, miokarditlarga, ya'ni yurakni mushak qavati va tashqi yurakni o'rab turuvchi parda qavatini yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Target terapiyalar o'z navbatida aritmiyalar rivojlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Qolaversa, kimyoterapiyada qo'llaniladigan platina saqlovchi preparatlar bor. Bular trombozlarga, trombofilibitlarga, o'sha tomirlarda, arteriyalarda, venalarda tromblar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Mana shu oqibatlar, asoratlar rivojlanmasligi uchun doktor Mallayev klinikasida har bitta murojaat qilgan bemor avvalo o'sha kimyoterapiya bo'ladimi, boshqa terapiya bo'ladimi, undan oldin kardiolog ko'rigidan o'tadi va yurak qon tomir tizimi baholangan holatda agar qarshi ko'rsatmalar bo'lmasa, agar kimyoterapiyaga yoki operativ amaliyotga ruxsat beriladi. Agar bemorda misol murojaat qildi, yuragida aytaylik qon bosimi bor, yuqori qon bosimi kasalligi bor, gipertoniya kasalligi yoki yurak ishemik kasalligi bor yoki aritmiyalar bor yoki bemorda qandli diabeti bor. Agar shunaqa bemorlar murojaat qilsa, agar kimyoterapiyaga yoki operativ davolashga birinchi navbatda yana aytganimdek o'sha baholanadi yurak holati, qaysi holatda. Maxsus tekshiruvlardan o'tgandan keyin baholanib, agar qarshi ko'rsatma bo'ladigan bo'lsa, kimyoterapiya yoki operativ davoga bemorga tushuntiriladi va birinchi 5-7 kun davomida bemor holati, ya'ni yurak qon tomir tizimi stabillashtiriladi. Agar o'sha gipertoniya kasalligi bo'lsa, qon bosimi normallashtiriladi. Nazorat qilinmaydigan qandli diabeti bo'lsa, agar qand me'yorlashtiriladi. Miqdori yurak ishemik kasalligi bo'ladigan bo'lsa, agar o'sha kardioprotektiv, angioprotektiv dori vositalaridan foydalanib 1 hafta 5 kun davomida davo o'tkazilgandan keyin bemorga keyin ruxsat beriladi. Demak, o'sha Maqsud aka aytganlaridek, dastur avvalida aytdilarki, har kimga individual yondashuv kerak, albatta har bir bemorga alohida ko'rsatmalar beriladi dedilar. Maqsud aka, men bugun aynan bir savolni, dastur avvaldan bir savolni bermoqchiman, ya'ni vaksina haqida. Eshitishimcha, turli mamlakatlarda hozirda aynan saratonga qarshi vaksinalar ishlab chiqarilibdi va o'zi buning samarasi qanday? Va bizda ham bu borada qandaydir ishlar olib borilyaptimi? 2013-yildan boshlab aynan mana shu saratonni kimyoterapiyasiz, aynan o'sha immunoterapiya yoki vaksinalar orqali davolash bo'yicha Shveysariyada maxsus guruh va maxsus programma anaqa yo'lga qo'yildi. O'shanda 2013-yilda men borib o'sha yerda birlamchi o'sha triallar deymiz, triallarda men o'zim lichna borib o'sha yerda qatnashganman. Bu 2013-yildan boshlangan saratonni davolashning yangi zamonaviy usullari boshlandi. Ya'ni yangi davr boshlandi. 2017-yilga kelib birinchi marta immunoterapiya so'zi onkologiyaga kirib keldi va hozirda biz mana baralla immunoterapiyada buni qildik, bunda hozir immunoterapiya qilamiz degan ma'lumotlar beryapmiz. Hozir o'sha paytda ham vaksina so'zi bilan boshlangan dorilar, ya'ni hozirgi davolash metodlari
2017-yilda immunoterapiya bo'lib kirib keldi. Ya'ni checkpoint inhibitorlari deyiladi yoki o'sha PDL inhibitorlari deyiladi. Har xil nomlari bor. Hozirgi paytda Amerikada va jahonning bir nechta rivojlangan davlatlarda aynan saratonga qarshi immun tizimni qanaqadir jilovlash yoki nabarot unga stimul berish metodlari o'rganib chiqilyapti. Biz mana shu hozirgi holatdan foydalanib men maqtanib aytmoqchiman. Aynan bizning klinikamiz Amerikaning vaksinalar, rakka qarshi, rakni davolash uchun ishlatiladigan vaksinalarni sinovdan o'tkazish, 3-sinovdan o'tkazish bo'yicha juda katta miqdordagi grantni yutib oldik. Ya'ni bu hozirgi bemalol aytishim mumkin, O'zbekiston tarixida ilk bor bunaqa katta grant yutildi va bunaqa ishonch bildirildi. Endi bu vaksina kimlarga tavsiya etiladi o'zi? Bu vaksina Hammagami o'zi yoki ishlash bo'lmasa- mexanizmi qanaqa, undan keyin kimga tavsiya qilinadi? Vaksina o'zi ishlash mexanizmi qanaqa? Vaksina deganda odatda mana Covid paytda vaksina so'zi juda ko'p aylandi. Ya'ni o'zi tirik bo'lmagan virusning yoki o'sha Covid haqida gapiryapman, virusning oqsil miqdori. Rakda ham xuddi shunaqa, saratonda ham o'zi biror joyga tushganda rivojlanish imkoniyati yo'q bo'lgan virusning o'zi virus deymana saraton hujayrasining peptidlar yoki aminokislotalarning ketma-ketlik miqdorini biz vaksina deymiz. Vaksinani aynan o'sha qanday olinadi? Bemorga individual tayyorlanadi. Har bir bemor uchun individual tayyorlanadi. Bemorda misol uchun olaylik buyrak saratoni bor. Buyrakdan olingan biopsiya materialini oldin aminokislotalar yoki peptidlar bo'yicha ketma-ketligi aniqlab chiqiladi. Va bu bo'yicha aynan shuni bizga ishlab chiqarib beruvchi laboratoriyaga shu ketma-ketlikda, ya'ni zanjir bo'yicha buyurtma beriladi. Berilgan buyurtma bo'yicha ular bizga dori chiqarib beradi. Dori teri ostiga 1 doza, 2 doza, kerak bo'lsa 3 dozagacha yuboriladi. Bu tanadagi bizdagi o'sha saratonga qarshi kurashuvchi immun tizimni stimullaydi va bu saratonni ham yo'qotadi va uni qaytalanishini oldini oladi. Bizda qanday ishlab chiqariladi va kimlarga bu tavsiya qilinadi? Vaksina asosan hozirgi paytda dunyoda 3-trialdan o'tib bo'lgan, ya'ni sinovdan o'tib odamlarga ishlatilishga ruxsat bergan qismlari bu melanoma kasalligi va buyrak saratonida. Undan tashqari jigar saratoni va boshqa har qanday saratonlarda sinov jarayoni davom etyapti. Hayvonlarda o'tkazildi, ma'lum bir eksperimental guruhlarda, kichik guruhlarda o'tkazildi, endi katta sinov jarayoniga berildi. Biz buni O'zbekistonda ilk bor olib kirdik va buni aynan katta grant yutganligimiz sababli juda ham kichik summada biz bemalol buni boshladik. Hozir bemalol aytishimiz mumkin, bu narsa yo'lga qo'yildi. Bu juda yaxshi xabar aslida. Demak, azizlar, bizda hozir qisqa reklama, birozdan so'ng suhbatimizni yana davom ettiramiz. saratonni aniq tashxislash, davolash va oldini olish uchun zamonaviy, yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan ishonchli klinika qidiryapsizmi? Doktor Mallayev klinikasi poytaxtimizdagi zamonaviy onkologik markaz bo'lib, klinika nomi oliy toifali shifokor Muhammad Mallayev xotirasiga qo'yilgan. Klinikada har bir bemor chuqur tekshiruvdan o'tkazilib, individual dastur asosida davolanadi. Zamonaviy uskunalar va ilg'or davolash usullari esa yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Klinikada ximiyoterapiya, immunoterapiya, target terapiya kabi zamonaviy davolash usullari qo'llaniladi. Palliativ yordam va reanimatsiya xizmatlari orqali uzluksiz va kompleks tibbiy yordam ko'rsatiladi. Markazda yuqori malakali jarrohlar jamoasi, chet elda orttirilgan tajriba va zamonaviy yondashuv asosida, hatto murakkab onkologik holatlarda ham samarali natijalarga erishib, yuqori davolash ko'rsatkichlarini namoyon etmoqda. Malakali onkologlar jamoasi, yuqori texnologiyalar va jahon standartlariga mos davo taktikasini aynan shu manzildan topasiz. To'g'ri qarorni bugunoq qabul qiling.
xasta bo'lmang dasturini tomosha qilyapsiz azizlar. Bugun haqiqatdan ham juda ham bir og'ir bo'lgan mavzuda. O'zi hamma kasallik ham og'ir mavzu hisoblanadi, lekin saraton nomini eshitgan har bir inson menimcha alohida yana qo'shimcha qo'rqadi, chunki bu haqiqatdan nomini o'zi insonni qo'rqitadi desak menimcha xato bo'lmaydi. Keling, endi mana hozir ko'rsatuv davomida qanchadan qancha tavsiyalar berdingiz, ya'ni uni aniqlash usullari, davolash usullari, endi oldini olish usullari haqida, ya'ni qanday qilib bu xastalikni oldini olish mumkin ekani haqida ham teletomoshabinlarga ma'lumot berib o'tsangiz. Bizlar ham aynan o'sha saraton kasalligi bilan ertadan kechgacha kurashganimiz uchun haqiqatdan ham bemorlarga ham vrachlarga ham deyarli o'ziga yarasha og'irligi bor. Saraton kasalligining oldini olish, bu umumiy va aynan buyrak saratonining oldini olish yoki uni bundan ehtiyot bo'lish choralari haqida ketma-ketlikda qisqacha ma'lumot bersak. Marhamat. Aynan o'sha buyrak saratonida kelib chiqaruvchi yoki buyrak saratoniga olib keluvchi sabablardan eng kattasi bu bo'yoqlar bilan ishlash. Ya'ni oldinlari ishlatilgan o'sha nima deydi, bo'yoqlarning tarkibidagi hozirda ham ishlatiladi, har xil o'sha kraskalar deymizda, kraskalardagi har xil kimyoviy moddalar buyrak saratoniga olib keladi va bu tasdiqlangan. Undan tashqari nima deydi, mana bu ko'mir va ko'mirli mahsulotlar orqali uning отходlari deydi-yu, nima deydi, o'sha chiqindilaridan doimiy nafas olish yoki doimiy u bilan ishlash jarayoni ham buyrak saratoniga sabab bo'lishi o'z isbotini topgan. Doimiy buyrakdagi shamollashlar yoki qanaqadir spesifik kasalliklar, buyrakda spesifik kasalliklariga aynan o'sha yuquvchi kasalliklar yoki jinsiy yo'llar orqali o'tuvchi kasalliklar ham buyrak saratonini kelib chiqarishga stimullovchi faktor bo'lib xizmat qiladi. Undan tashqari buyrakdagi yaxshi sifatli o'smalar kuzatilsa, buni doimiy har 3 oy yoki 6 oyda nazoratda ushlab turish bu buyrak saratonining, ya'ni yaxshi sifatli o'sma saratonga o'tib ketishining oldini oladi va biz buni o'z vaqtida anglay olamiz. Odam har doim o'ziga e'tiborli bo'lsa, yegan ichganiga, harakatiga va boshqasiga har doim o'zi kontrolda ushlab turadigan bo'lsa, kasallikni birinchi o'rinda kasal bo'lmaslikka va ikkinchidan agar kasallik mabodo kuzatilgan taqdirda ham erta bosqichda aniqlash imkoniyatini berib ham doktorga ham o'ziga katta foyda beradi. Rahmat Maqsud aka, haqiqatdan ham juda foydali tavsiyalar bo'ldi. Menimcha har bir teletomoshabinlar bu ma'lumotlarni o'zlashtirishadi va ularga rioya qilishga, amal qilishga harakat qilishadi. Sizlar uchun esa sizlarga alohida rahmat deymiz, aynan Dr. Mallayev klinikasi jamoasi, chunki bugun haqiqatdan ham foydali va manfaatli ko'rsatuv bo'ldi va keyingi dasturlarimizda ham sizni kutib qolamiz. Bilamiz, vaqtingiz juda ham tig'iz, juda ham kam, lekin shunga qaramasdan biz ko'rsatuvimizda doim sizlarni kutamiz va mana shunday mazmunli suhbatlarni albatta quramiz. Aziz teletomoshabinlar, siz aynan O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturini jonli efirda tomosha qildingiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.